35. Ögdilmiş Aliga xazinachinin qandoq bo'lishi kerakligini aytdi. Ögdilmiş javob berib dedi: "Ey davlatlik Ali, altın kumush söyümlik narsa, jonning darmonidir. Ko'ngilni to'xtatib, andın uni ishqa qo'yish uchun naiti chin, ishonchlik bak to'g'ri bo'lishi kerak. Dünyani kezib, mal dunyoga ega bo'lgan savdogarlar boshliqi nima deydi? Angla. Jon söyümliklarsa, jondinmi yaxshiraqi altın kumush, u jondinmi bakrak söyümlikdir. Kumush echilmas ko'ngillarni ochadi, kumush egilmas kishini bo'y agdiradi. İnsan kumushni ko'rib uningga ko'ngil bermasa, uni chin farishta deysimi bo'ladi. Altınni ko'rish bilan jasur armi boshaydi. Qo'pol so'zlik kishining so'zimi yumshaydi. Kundan kunga davlati eshish uchun ko'zi to'q, ish harakati ishonchlik bo'lishi kerak. Ko'p mol dunyoni ko'rib ko'zi to'ygan bo'lishi, yana o'zi Xudodan qo'rqadigan bo'lishi kerak. Halol bilan haromni ochiq ayriy olishi, yaramliq bilan yaramsizlarni farqlantirib bilishi kerak. Ko'zi to'q kishilar melinga nazar sanmaydi. Adil va to'g'ri odamlar o'zini ko'zlamaydi. Kichikida oltin kumush ko'rib cho'ng bo'lsa, uning mol dunyoga osh ko'zligi ko'p bo'lmaydi. Agar o'zi Xudodan qo'rqsa, bunday kishi shubhasiz to'g'rilik yo'lini tutadi. To'g'rilik bir sarmoya, barcha yaxshilik foydadir. Bu foyda bilan mangu lazzatga erishgili bo'ladi. İnsan to'g'ri bo'lsa, kuni yaxshi o'tadi. Kuni yaxshi o'tsa, baxt davlatimi mangu bo'ladi. Sodiq, samimiy kishi nima deydi? Angla. Ey jahon esili, bu so'zga amal qil. Diling va tilingni to'g'ri tut, ish harakating ishonchlik bo'lsin. Ishonki, mol dunyo, davlat sana keladi. To'g'ri bo'lsang, kunlaring saodatlik bo'ladi. Xushallik va baxt bilan salomat yasha. Xazinachi, sodiq, sagak, ho'shyor, zerak bo'lishi kerak. Zeraklik bilan kishi ming xil ishlarni qila oladi. Hayolik ham aql idraklik bo'lishi kerak. Hayosiz kishidan yiroqdir, uningdan voz kechgin. Hayo yaramaz ishlarni chekliguchidir. Qiliqi buzuq kishini tuzaydiganmi hayodir. Xazinachi may ishmasligi ham o'zini tutgan bo'lishi kerak. O'zini tutquchi baxt topquchi bo'ladi. May ishsa mol dunyoga sexiylik qiladi. Kishilarga molni ulashtiradi, haqqini ololmaydi. Bu ishda xazinachi bexilroq bo'g'ini yaxshi. Mol dunyoni bexillik bilan saqlash kerak. Qara, sodiq xizmatchi vafodor bo'ladi. Vafodor xizmatchi begini boy qiladi. Sodiq xizmatchi kishilarning sarxilidir. Sodiq xizmatchini ching tut, ey esil kishi. Xazinachi ho'shyor bo'lsa, ishlar buzilmaydi. Molni hisobliq tutadi va o'zini o'rtmaydi. Aqli bo'lsa, inson unutilmas bo'ladi. Sanab hisobliq ishlaydi, yengilishmaydi. Diqqat qilsang, aqlsiz kishilar unutqaq keladi. Aqlsiz xazinachi o'z ishini buzadi. Turlik hisobni qilishda zeraklik lozim. Zerak bo'lmasa, ishni qandoq iditlik qila oladi? Turlik xatni biladigan bir uz putukchimi kerak. Hisobni xat bilan xotirlasa, asti qoladi. Putukchi kirim ham chiqimni ko'zatishi lozim. Har turlik ishni yezib saqlashi lozim. Yil, oy, zaman xotirlansa, kunlar belgilik, ochiq, iditlik, salla aniq bo'ladi. Hisobning saqligi haqiqatan yeziq bilandir. Putib qo'ysa, hisobning ishki yo'li ochiladi. Sodiq kishi nima deydi? Angla. Xizmatchilar ishni hisob bilan ching tutishi kerak. Yezilmagan ishni ko'nglida ching saqlag'ili bo'lmaydi. Ko'ngilga ishonma, ey o'g'il, yezib qo'y.
Yezib qo'ysa, so'z saqlanadi, bexud bo'lsa, yo'qoladi. Xizmatchi bexud bo'lsa, hisob berishda zarlaydi. Xazinachi har turli xat hisoblarni biladigan bo'lsa, uni saq tutib, andin ishlarini qila oladi. Qaysi bir xizmatchi hisobda bexudlik qilsa, hisob berishda zarlab beshini yaga uradi. Xazinachi qo'l hisobini to'liq yetarlik bilishi, aqli va g'o'shini hisobda pishirishi lozim. Qo'l hisobida yetishgan bo'lsang, yana handasa hisobini egilishing kerak. Diqqat qilinsa, handasa inchki hisobdir. Buning bilan yer osmonning hisobini chiqarg'ili bo'ladi. Dono hakim nima deydi? Angla. Bilimlikning so'zini g'izo deb yeyish kerak. Handasa bakmi cho'nqir hisobdir. U hatto hakimlarning beshini aylantiradi. U 7 qat osmonni dona-dona qilib yoradi. Yer va to'biliklarni tilimdek ayiradi. Xazinachi idroklik, xulq mijozi to'g'ri bo'lishi lozim. Idroklik kishilarning hamma ishi uz bo'ladi. Bilimli kishilar durust va to'g'ri keladi. To'g'ri odam qayerda bo'lsa, kuni yo'riq bo'ladi. İdrak bo'lmasa, odam o'zini tutolmaydi. Bilim bo'lmasa, odam ishini yurgizolmaydi. Xazinachining ishi saroy ichida bo'ladi. Bu xil kishi o'zini bak ko'zatishi kerak. Dili bilan tilini to'g'ri tutishi, harakatlari ishonchlik bo'lishi lozimki, uningga o't yolqini va tutuni tegmasin. Ko'ziga bak ehtiyot qilsin, tilini ching tutsin. Arzu havaslarini idrak bilan yugallasin. Ko'z ko'rgandan keyin ko'ngil arzu qiladi. Ko'ngil arzu qilsa, uni kim yig'alaydi? 7 a'zo ichida ko'ngil bagdir. Bega boshlasa, xalqi tamoman agishib yuguraydi. Bilimli kishi bu so'zni bak yaxshi aytgan. Ey yigit, ko'ngil va ko'zingga ehtiyot bo'l. Vücut 7 a'zo ko'ngilga agishidu. İnsan ko'ngil bilan eg'ir yukni ko'taradi. Ko'ngil tuyg'usiz kishi tamamen bir surat bezakdir. Ko'ngil tuyg'usiz kishi dono degan nomini yo'qotadi. Bu ishga qattiq qo'lliq, saqliq kerak, sexiylikning hojati yo'q. Shundala xazina mol dunyo chechilib ketmaydi. Sexiylik bek yaxshi. Uni tashlamaslik kerak. Lekin birovning meli bilan sexiy bo'lmaslik kerak. Turlik sodini biladigan sodigar bo'lishi kerak. Sodini bilmasa, kishi foyda keltirolmaydi. Har xil mol tovarlarni taniydigan, qimmati va arzinini bilalaydigan bo'lishi kerak. Malning baho qimmatini bilishi va aldanmasligi, elib setishda malni o'g'irlatmasligi kerak. Elim berimde mulayim bo'lishi, cho'ng kichikka shirin so'z qilishi kerak. Nemini o'tni olsa, uni vaqtida qaytarsa, uningmi so'ragan narsasini darhol berishidir. So'dida mulayim, qiliqlari to'g'ri bo'lsa, zarur bo'lgan kuni uningga mal o'ksimaydi. Agar bagla askar xizmatchilarga in'om qiladigan bo'lsa, uni chiroyini turmasdan berishi kerak. In'omni tutib qolsa, xizmatchi askarlarning ko'ngli sunadi. Qo'shinning ko'ngli sunsa, bag nomiga tog'i tushidi. Sexila beshinimi deydi, angla. Ey faqir odam, buni esingda tut. Kim o'zini yaxshi ko'rganlarni o'ziga o'z qilaman desa, va'da qilgan narsasini bermasila kifoya. Va'da qilib bermaydigan narsaga va'da qilmag'uluq. Va'da qilgan bo'lsang, uni tutib qolmag'uluq. Baglar so'zida turmasa, ishonch ko'tariladi. Ishonch yo'qolsa, molni qo'ldan ketadi. Xazinachi bak ho'shyor, ozmaydigan bo'lishi kerak. Xizmatchi ozg'an bo'lsa, ish so'zilib ketadi. Baglarga xizmat qilayotgan barliq xizmatchilar muhtojlikdan bag ishikiga kelib xizmat qiladi. Xizmatchi qo'li qisqalikdan hojatman bo'lsa, begi anglab ihson qilish haqida yorliq berishi kerak.
xazinachi ishini uzartib ihson qilingan narsani bermasa, natijada hojatmand xizmatchi yuz o'riydi. Kerak paytida kishi o'zi hojat bo'lgan narsaga erishsa, u xas bo'lsa-mu pilgi tang bilinadi. Mo'ysipit sana nima deydi angla. Hojatmandning hojatiga yara ey qahramon. Kishi istiganda tilagan narsasiga erishsa, uning badaliga jinini pido qiladi. Kerak vaqtida bir tal xasmi pildak bilinadi. Bu taqlidni hamma narsaga o'xshatish mumkin. Alik mushundoq bir aqlliq, bilimlik, hayoliq va muloyim kishiga erishsa, xazinini va boyliqni shuningga basi bo'ladi. U ishonchga va haq to'lashga yaraydi. Alikning o'gdilmishki suoli. Alik aytdi: "Tushundim, ko'nglimni yoritding. Yana bir so'zim bor, uni aytib bergin." Aytqincha, yemek içmek, dastıxon boshqaradigan oshpaz xodimlar va oshpaz boshlig'i qandoq bo'lishi kerak? Toki beg uning qo'lidan shubhilanmay g'izo yesin, ishonsin va beshini omon saqlasin. Ey dana, agar g'izo shubhilik odam qo'lidan yeyilsa, g'izolanish bak xavfli bir ishdir. Endi menga bunimi so'zlab bergin. Bunimi bilib olay, tushunay, ey mard qahramon. İrpon elektron şirketi turlik lug'atlarni chiqarib, til boyligingizni oshiribla qolmay, bu xil asarlar bilan odam bo'lishning epini o'gitib, dil boyligingizni avundirmoqchi.